Alaykum. Bugungi mavzumiz oila tarbiyasi va uning asosiy mexanizmlaridan iborat. Bugungi mavzumizning rejalari 5 ta rejadan iborat. Xo'p, birinchi reja oila tarbiyasining ijtimoiy-psixologik mohiyati. Ikkinchi reja oila tarbiyasining asosiy funksiyalari va tamoyillari. Uchinchi reja oila tarbiyasining mexanizmlari. To'rtinchi reja oila muhitining bola shaxsiga ta'siri. Beshinchi reja O'zbekiston sharoitida oila tarbiyasining dolzarb masalalari va takliflar. Xo'p, oila tarbiyasining ijtimoiy-psixologik mohiyati. Oila inson uchun eng qadimgi, tabiiy va eng muhim ijtimoiy institutlardan biridir. Bola dunyoga kelishi, uning dastlabki ehtiyojlarining qondirilishi, birlamchi ijtimoiylashuvi aynan oilada yuz beradi. Shu bois, oila tarbiyasi inson kamolotining poydevori hisoblanadi. Bundan tashqari, oila tarbiyasi bu ota-ona va boshqa oila a'zolarining bolaga ongli ravishda ta'sir ko'rsatishi, uning jismoniy, ma'naviy, axloqiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi jarayonlar majmuasi hisoblanadi. Oila tarbiyasining mohiyatini belgilovchi bir nechta omillar mavjud. Birinchi omil biologik omillar, ya'ni nasl, temperament, sog'lom muhit. Ikkinchisi ijtimoiy omillar, oila ijtimoiy mavqei, madaniyati, iqtisodiy darajasi. Uchinchisi esa psixologik omillar, o'zaro munosabatlar, ruhiy muhit, ota-onaning shaxsiy xususiyatlari. Oxirgisi ma'naviy omillar, ya'ni shu oiladagi qadriyatlar, an'analar, diniy qarashlar va axloqiy me'yorlardan iborat. Oila bola tabiatni, jamiyatni, odamlar bilan muloqotni o'rganadi oilada. Shaxs sifatida shakllanishni boshlaydi. Shu bois, oila tarbiyasining mohiyati nafaqat bola xarakteriga, balki uning kelajak hayot tarziga ham bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rishimiz mumkin. Oila tarbiyasining tamoyillari ham mavjud. Oila tarbiyasining birinchi tamoyili bu mehr va muhabbat tamoyili hisoblanadi. Bola tarbiyasida eng kuchli psixologik omil bu ota-onaning mehri hisoblanadi. Ikkinchisi esa izchillik va muntazamlik tamoyili. Tarbiyadagi qarama-qarshi talablar bolada ikkilanish va agressiyani keltirib chiqaradi. Uchinchisi hududiy va shaxsiy mas'uliyat tamoyili. Har bir oila a'zosi, ayniqsa ota-ona, tarbiyaga shaxsan mas'ul ekanini his etishi kerak. To'rtinchisi ochiq muloqot tamoyili. Oilangizda samimiy suhbatlar bo'lsa, bolalar o'z fikrini bemalol aytishni o'rganadi, o'zi mustaqil fikrlay oladi. Individual yondashuv tamoyili. Har bir bola o'ziga xos. Bir xil tarbiya usuli har bir bolaga bir xil ta'sir qilmaydi. Xo'p. Bundan tashqari, oila tarbiyasining mexanizmlari ham mavjud. Oila tarbiyasining mexanizmlari bu bolaga ta'sir ko'rsatishning aniq usullari, metodlari va vositalari yig'indisi hisoblanadi. Ijtimoiylashuv mexanizmlari. Birinchisi taqlid mexanizmi. Bola eng avvalo kattalarga taqlid qiladi. Ota-ona qanday gapirsa, bola ham shunday gapiradi. Qanday munosabatda bo'lsa, bola ham shunday uslubni qabul qiladi. Ikkinchisi esa identifikatsiya mexanizmi. Bola o'zini ma'lum shaxs bilan o'xshashlashtiradi. Ko'pincha o'g'il bola otasiga, qiz bola esa onasiga o'xshash bo'lishni istaydi. Uchinchisi ijtimoiy me'yorlarni ichkilashtirish mexanizmi. Oiladagi qadriyatlar keyinchalik bolaning axloqiy mezonlariga ham aylanishini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi tarbiyaviy ta'sir mexanizmi, ya'ni namuna ko'rsatish. Ota-ona o'z xulqi, odobi, mehnatsevarligi bilan o'rnak bo'lishi eng samarali tarbiya vositasi hisoblanadi. Keyingisi rag'bat hamda tanbeh, ya'ni bolaga o'z vaqtida rag'bat, maqtov, e'tirof va kichik sovg'alar va mehr ko'rsatish zarur hisoblanadi. Oila tarbiyasining
pedagogik modellari ham mavjud. Tadqiqotchilar oilada tarbiya jarayonining 4 ta asosiy modelga ajratganini ko'rishimiz mumkin. Birinchisi avtoritar model, ya'ni qattiq nazorat, yuqori talab, kam mehr. Natijada bolada itoatkor, ammo o'z fikrini aytolmaydigan bo'ladi. Ikkinchisi demokratik model, mulohazali muloqot, izchil talablar, hurmat. Natija ijodkor, mas'uliyatli, mustaqil bola. Uchinchisi erkin, ya'ni liberal model. Cheklovlar kam, erkinliklar esa ko'p. Natijada impulsiv qoidalarga bo'ysunmaydigan shaxs. To'rtinchisi indifferent, ya'ni beparvo model. Mehr kam, nazorat ham yetishmaydi. Natijada esa e'tibor qidiradigan, o'ziga ishonchsiz bola yuzaga keladi. Bugungi kunda eng samarali deb demokratik model e'tirof etiladi. Xo'p, oila muhitida bola tafakkurining shakllanish jarayonlari. Tafakkur shakllanishda oilaning vazifasi quyidagilardan iborat. Birinchisi, stimullashtirish, ya'ni bola tafakkuri o'yinlar, savollar, muhokamalar orqali rivojlanadi. Ikkinchisi, kognitiv qo'llab-quvvatlash, ya'ni bolani o'sha diqqat, xotira, bilim tomonidan qo'llab-quvvatlash, ya'ni bola o'sha ota-onasidan nega, qanday kabi savollarga sabr bilan javob berishini, tafakkurini kengaytirishini ko'rishimiz mumkin. Mustaqillikni rag'batlantirish ham mavjud. Bunda o'zi qaror qabul qilish imkoniyati tafakkurning tanlovga asoslangan bo'lishiga xizmat qiladi. Keyingisi, oila muhitini intellektual boyligi. Ya'ni o'sha oilada kitoblar ko'p o'qilishi yoki mulohazali suhbatlarning bo'lishi, madaniy tadbirlar bo'lishi bolada yuqori intellektual fond hosil qilishini ko'rishimiz mumkin. Oila tarbiyasida emotsional intellektni rivojlantirish, ya'ni emotsional intellekt, ya'ni IQ bola kelajakdagi muvaffaqiyatining 60% dan ko'prog'ini belgilovchi omil hisoblanadi. Oilada IQ rivojlanish mexanizmlari. Bolaning his-tuyg'ularini nomlashga o'rgatish. Sen hozir xafa bo'lib turibsan, to'g'rimi? Ya'ni bolani o'sha his kechinmalarini, bolada kechadigan jarayonlarni ota-ona o'tirib o'sha o'zaro muloqot orqali gaplashib, o'sha aniqlashi va unga yordam ko'rsatishi juda ham zarur. Keyingisi, konflikt paytida tinch muloqot, oilaviy muhokamalar, empatiyadagi mashqlar. Masalan, bolaga o'sha nima his qilayotganini so'rash orqali, bolaga yana o'zingni qanday his qilding savollar berish orqali bolaning o'sha emotsional intellektualini bilib olishimiz ham mumkin. Shu yo'l bilan bola o'z hislarini boshqarishni, boshqalarning hissiyotlarini anglashga o'rganishini ko'rishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.